Men Tyumin, Men Tyuyanning ukasi. Men Tyuyang. Ukam, Tyumin, o'ynashni yig'ishtir. Ko'proq kir yuvsak, onam kamroq ishlagan bo'lardi. Ukam! Tyumin! Aka, qutqaring! Akajon! Tyumin! Aka! Tyumin, oyog'ini tomiri tortishib qoldi. Meni tortib ol. Tyumin, qo'limdan tortib ol. Tyumin! Tyumin! Aka! Tyumin! Aka! Tyumin! Fensiya, Tyumin va Tyuyangning Fensiya! onasi. Hayan xola. Fensiya, bolang daryoga Jang tushib xola. ketdi. Tezroq borib qara. Nima? Nega anqayib turibsan? Tezroq yur. Shoshil. Bo'la qol. Tyumin, ahvoling yaxshimi? Biror yering og'rimayaptimi? Akang qani? Tyuyang qani? Akang qani? Pensiya 5-6 kishi bo'lib yarim soatdan ortiq qidirdik. Faqat mana shu latta kavushni topdik xolos. Qarachi bu Bo'lishi Tsiyaonikimi? mumkin emas. Tyuyang suzishni bilardi. O'g'lim, Tyuyang! Pensiya bo'ldi. Unday qilma. Pensiya. Pensiya. O'zingni suvga tashla. Yo'q, bo'ldi. Kerak bo'ldi. To'xta. Pensiya, unday qilma. Kerak emas. Bo'ldi, bo'ldi. Tyuyang! Tinchlan. Bo'ldi. O'zingni suvga tashlama. Mana u tomon ko'ryapsizmi? Chuvan Bu safar qishlog'ingizga qilgan tashrifim juda samarali bo'ldi. Ha. Chu janoblari, ana u yerda bir bola yotibdi. Qani? Tez. Unga yordam beringlar. Ha. Tezda kasalxonaga olib boring. Bolaning hayotiga xavf yo'q. Faqat daryo oqimini oqizib ketayotganda boshida tegan va bosh suyagi ichida qon yig'ilgan. Xotirasini yo'qotish xavfi bor. Rahmat. Bolaning oilasi topildimi? Shu janoblari ancha qidirdik, lekin hech kim bolasi yo'qolgani haqida xabar bermadi. Mayli. Modomiki bu bola men bilan uchrashib qolgan ekan, bu taqdir. Bundan keyin uni o'zim boqib olaman. O'g'lim, hammasi oyingni aybi. Noshudligim uchun seni asrab qola olmadim. Onang senga o'zing yaxshi ko'radigan qizil tuxumlarni olib keldi. Mana bu oyoq kiyim ham senga. Kiyib ol. Keyingi hayotda yana oyingni izlab kelgin. O'g'lim. Oyi, Tyumin. Maktab bo'yicha faqat sizni oilangiz to'lovni shu vaqtgacha cho'zib yurdi. Bolangiz yaqinda universitetga kirish kerak. Nima qilasiz? Sin xo'jayin, men ishlay olaman. Bitta o'g'lim qoldi. Uning uchun har qanday og'ir ishni qilishga ham roziman. Yolvoraman sizga. Bor, ishing. Rahmat sizga, rahmat. Oyi! Oyi! Onangiz uzoq vaqt davomida to'yib ovqatlanmagan. Kamqonlik va haddan tashqari charchoq qo'shilib hushidan ketib Oyi, qoldi. ahvolingiz yaxshimi?
o'qish pulini yig'ib qo'ydim, bolam. Oyi, aytgandim-u kerak emas deb. O'zim bir ilojini topardim. Sen mening yolg'izgina o'g'limsan. Odam bo'lishingni istayman. Yaxshi o'qisang, kelajakda biror nimaga erishsang, men uchun shundan ortiq baxt yo'q. Ma. Pullarni ol. Oyi, shaharda oyoqqa turib olganimdan keyin albatta sizni ham olib ketaman. Sizni boshimda ko'tarib yuraman. Xo'p. 8 yildan so'ng. Tuyang, ukang endi katta odam bo'ldi. Shaharda uylangach, meni ham o'sha yerga olib ketib, birga yashaymiz dedi. Tuyang, agar sen ham hayot bo'lganingda, hozir uylangan bo'larding. Voy, Fensiya. Ertaga o'g'ling Sumin Chuitsi mehmonxonasida uylanyapti-ku, nega bormading? Nima? Xabaring yo'qmi? Voy. Qara, bu o'g'lingni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan rasmi xotini bilan tushgan ekan. Nima bo'ldi? Senga aytmadimi? Ha, aytganda esimdan chiqibdi. Hoziroq yo'lga chiqaman. Qaraya, aytmagan ekan. Men Sumin o'qishga ketganiga 8 yildan oshdi. Bir marta ham qaytib onasidan xabar olmadi-ya. Bechora ayolga ham qiyin. Katta o'g'li o'ldi, kichigi esa bemehr chiqdi.